Dünya Uyghur Qurultayı qurulğanlığının 20 yılını xatırlaş murasimi 3 may günü Myunxin'da başlandı. Bu murasimga dünyanın her qaysı qit'alariga joylashgan az deganda 24 davlatdan kelgan mehmonlar ishtirok qilgan bo'lib, yig'in nihoyat qizg'in kayfiyat ichida boshlandi. Dünyanın her qaysı yerlerden kelgan aziz yurttaşlar, Dünya Uyghur Qurultayı'nın 20 yıllık mərikisini qutuqlaş üçün dünyanın her qaysı devletlerinden deniz atlap, okyan atlap, ushbu sorunumuzda cem boğan muhterem aziz vatandaşlar, hemmenlarni çin kalbimden salamlayma. Assalamu alaikum. Dünya Uyghur Qurultayı'nın icraya komitetining raisi Ömer Qanat Efendi echilish murosimiga riyosatchilik qildi. O Dünya Uyghur Qurultayı'nın bu xatır kuniga kelgan mehmonlarni qarshi oldi. Shundaqla Qurultayning bugungi kunga yetib kelishida moddiy ma'naviy jihatdan bir kishilik to'fisini qo'shgan tayanch kuchlarimizdir. Albatta har yil har xil sabablar tufayli bu xotira kunimizga yetib kelolmaganligi uchun cheksiz o'kinayotgan, ya'ni yuzlagan, minglagan sabdoshlarimiz bor. Xo'sh, albatta qurultayimizning 20 yilligini tabriklaymiz va tabriklashimiz kerak. Chunki Dünya Uyghur Qurultayining vujudga chiqishi Uyg'urlarning yetakchiligida Sharqiy Turkiston xalqi tomonidan elib berilayotgan Sharqiy Turkiston davosida muhim bir burilish nuqtasidir. Ömer Qanat Efendi'nin echilish nutqidan keyin sahnaga tunji bo'lib Dünya Uyghur Qurultayining sobiq raisi Erkin Alptekin Efendi taklif qilindi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bundan 20 yil burun qurilgan Dünya Uyghur Qurultayı chog'ida men hosil bilan yurmaydim. Beşimde xili chashi bor edi, og'zimda ish bor edi. Tizimde derman var. Erkin Alptekin Efendi sözüde Dünya Uyghur Qurultayı'nın quruluş sebebi, jarayoni ve nişanları haqida aslimalarini anlatıp ötdi. Muhterem reis, aziz mehmonlar ve chet ellerden uzak yollardan besip kelgan aziz yurttaşlar, hem onlara Münih'e hoş geldinler deyman. Alman Dünya Uyghur Qurultayı'nın haqiqiy quruvchilari mana miyada. Dünya Uyghur Qurultayı qurilishining 20 yilini xatirlash murosimiga Uyg'urlardan sirt yana nurg'unlagan chet ellik mehmonlarmi ishtirok qildi. Yig'inda Germaniya Bavariya parlamentining muavin raisi Markus Renderspace, Chexiya parlamentining Kengash palata a'zosi Jerry Obelfalzer, Tibet surgundagi hukumatining prezidenti Pinpa Sering qatorliqlarmi so'z qildi. Germaniya Bavariya parlamentining muavin raisi Markus Renderspace Efendi echilish nutqida murosim uchun Germaniyaga kelgan mehmonlarni qarshi olib, qadrlik mehmonlar, hammanglarning Uyg'urlarning maxfiy poytaxti bo'lgan Myunxinga kelganinglarni qarshi olamiz dedi. Welcome to the secret capital of the Uyghurs. Welcome to Munich. The Bavarian capital is home to more Uyghurs than any other city outside East Turkestan. O sözü davamida Uyg'urlarning Myunxinning har soha, har kasblarda o'z rolini joriy qildirib, Myunxin shahri va Germaniya davlati uchun to'hfa qo'shib kelayotganligini bildirdi. O sözü davamida Dünya Uyghur Qurultayining qurilishining 20 yilini xatirlashni jasorat va ishonchning belgisi deb tasvirladi va bir turkum qahramon ayollar 20 yil avval qurib chiqqan bu tashkilotning hozir dunyoda Uyg'urlarning davosini qiladigan kuchli harakatga aylanganligini ta'kidladi. Today we are celebrating the 20th anniversary of the World Congress, a milestone that can make us proud. It was courageous men and women who decided 2 decades ago in Munich to give the Uyghur people a voice that could be heard around the world.
O sözü axırida yana Uyg'urlar duch kelayotgan ig'ir vahshiyliklarga dunyoning sukut qilmasligi kerakligi, jumladan o'z davlati Germaniya hukumatining sukut qilmay kaskin va konkret tadbirlarni qo'llanishi kerakligini eskartdi va u o'zining Uyg'urlarga texmi amaliy ish qilib berish, hukumatini kaskin qadamlarni tashlashga haydakchilik qilish uchun harakat qiladiganligini aytdi. O Uyg'urlar sizlar yalg'iz emas, biz hammamiz birlikda tirishib, sizlarning erkinliginglarni qo'lga keltiramiz dedi. The Uyghurs are not alone. Many people in the world, including me, feel for the Uyghur people. We share your protest. We support your fight for human dignity. You are not alone. Aqdin yana Germaniya parlamentining a'zosi Peter Haytapandi so'z qildi. First of all, I would like to congratulate the World Uyghur Congress. O sözüdə Dünya Uyğur Qurultayının təşkilçılığı və izchilligiga yuqori baho berdi. O har xil siyosiy tashkilotlar ko'p bo'lsa-mu, ammo Dünya Uyğur Qurultayıga o'xshash tashkillik, intizomlik va hammadan muhimi izchil harakat qiladigan tashkilotning osonlikcha uchirmaydiganligini aytdi va shunga uning 20 yilligini xotirlashga qatnashganligidan xursand bo'layotganligini bildirdi. Çexiya parlamentining Kengash palata a'zosi Jerry Oberfalzer apandimi Dünya Uyghur Qurultayının tug'ilgan kunni qizg'in tabrikladi. Ladies and gentlemen, let me first thank you for invitation to this gathering. O sözüdə Sharqi Turkistonda yuz berayotgan vahshiyliklar va majburiy emgak ustida to'xtaldi hamda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotganining irqiy qirg'inchilik ekanligini ta'kidladi. O sözü davamida yana Uyg'urlarga yurgizilayotgan bu jinoyatlarni sodir qilayotgan jinoyatchilarning cho'qim jazolanishi lozimligini bildirdi. O buning uchun Chexiya parlamentida bir qonun loyihasini ma'qullash uchun harakat qilayotganligini aytdi. Oxirida Tibet surgunlik hukumatining prezidenti Pinpa Sering apandi so'z qildi. I consider the Uyghurs, the Mongols, now even the Manchus, Tibetans, Hong Kongers, pro-democracy leaders and Pinpa Sering apandi so'zida hozirgi Xitoydan iborat bu cho'ng kishining faqat Uyg'urlar va Tibetlarga zulm qilib qolmay, balki uning butkul dunyoga tahdid bo'lib o'tirg'i chiqqanligini, Amerika, Yevropa ittifoqi va shuningga o'xshash demokratik davlatlarning cho'qim Uyg'urlar va Tibetlar bilan hamkorlashib turib, Xitoyga taqobil turishi lozimligini aytdi. O bu davlatlarning o'zlarini hamkorlashquchi sifatida ko'rishi lozimligining muhimligini eskartdi. O so'zi oxirida yana Uyg'urlar va Tibetlarning taqdirdosh ekanligini ta'kidlash bilan birga ularning bir-biridan o'ginib, hamkorlikni bundan keyin texmi oshirdiganligini aytdi. Yuqoridagi mehmonlarning nutqlaridan keyin ochilish murosimi Uyg'urlarning madaniyat faoliyati bilan qizg'in kayfiyat ichida davom qildi.